Assalomu alaykum. Aka shogirdlik olmaysizmi? Nima ishsiz qilaman? Tezlashtir, keyingi mashinani ham chiqazib yuborishimiz kerak. Faqat yo'dimi? Qo'lingdan o'zi ish keladimi? Aka hamma ish keladi, ishoning. Qo'lingdan ish kelmaguncha pul bermayman. Hozirgi bolaga pul bermasa ishlamaydi. Hadi. Pul bermasangiz ham mayli. Faqat shogirdlikka oling. Assalomu alaykum. Qatdan olding? Pul beruvdilar. Shunga oldim. Men senga necha marta gapirdim? Qachon odam bo'lasan? Bitta narsani necha marta o'rgatay senga? Men senga pul bermasa ishlamaydi. Bora betingni qil. Bo'pti. Ye hali bu yoqda nima qilyapsan? Boling. Qalaysan o'rta? Yumiysanmi? Sog' bo'lgin. Ketdik. Assalomu alaykum. Ali, tinchlikmi? Charchadim. Nimadan charchading? Nimadan charchading? Hayotdan charchadim, ota. Hamma o'rtoqlarimda iPhone. Otasi nima desa olib beradi. Zo'r kiyinib yurishadi. Amanda esa qo'limda shu knopkali telefon. Hamma yo'g'im mol. Sasu. Hayotdan charchadim, ota. Sen hozir charchasang, o'rtoqlaring ertaga charchaydi. O'g'il bola o'zi qiynalsa ham oilasini kamchiliksiz boqishga majbur. Sen nima? Otang qiynalmasdan katta qildi deb o'ylaysanmi? Har bir o'g'il bolada hech kimga yetmagan dardi bor. O'g'lim, ota hech qachon farzandiga qiyinchilik ravo ko'rmaydi. Lekin joyi kelsa majbur bo'ladi. Uzr, ota.